Assalomu alaykum, hurmatli briefing qatnashchilari, ommaviy axborot vositasi ishtirokchilari. Biz uchun dolzarb bo'lgan maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarida ta'lim sohasini rivojlantirish, mavjud muammolarni bartaraf etish borasida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Olmazor tumanida 31 ta umumta'lim maktablari va 16 ta nodavlat ta'lim muassasalari faoliyat olib boradi. Maktablardagi ta'lim jarayonlari, aholi soni ortishi va o'quvchilar kontingenti kengayishi munosabati bilan tobora keng qamrovli shaklda tashkil etilmoqda. 28 ta umumta'lim maktablarida ta'lim jarayonlari 2 smenada tashkil etilgan. 3 ta maktabda navbatlilik koeffitsiyenti 2 dan yuqori va 12 ta maktabimizda navbatlilik koeffitsiyenti 1,5 dan yuqori. Bu holat ta'lim muassasalari infratuzilmasini yanada kengaytirish, qo'shimcha bino va sinfxonalar qurish, shuningdek ta'lim samarali va qulay tashkil etish bo'yicha zarur chora-tadbirlarni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2027 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 454-sonli qaroriga muvofiq 224 va 298 ta'lim muassasalarimizda har birida qo'shimcha 990 o'rinli o'quv binolari qurilishi boshlangan. Mazkur loyiha orqali maktablardagi o'quvchilar sonining ortishi bilan bog'liq navbatlilik muammosini bartaraf etish, ta'lim muhitini yanada yaxshilash, zamonaviy infratuzilmani shakllantirish ko'zda tutilgan. 2024-2025 o'quv yili sentyabr oyida tumanimizdagi umumta'lim maktablarida o'quvchilar soni 54328 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, o'quv yili yakunining hozirgi kun holatiga ko'ra bu ko'rsatkich 53736 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining raisligida 2025-yil 12-may kuni bo'lib o'tgan bolalarning dam olishini tizimli tashkil etish va sog'lomlashtirish masalalari bo'yicha Respublika komissiyasining yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida, shuningdek yozgi mavsum davomida bolalarning mazmunli dam olish, sog'lomlashuvi va bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etishga qaratilgan tashkiliy ishlar doirasida tumandagi qator maktablarda yozgi sog'lomlashtirish oromgohlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Jumladan 1-11, 46, 111, 134, 165, 185, 233 va 315 sonli umumta'lim maktablarida tashkil etilgan oromgohlar hozirda faoliyat yuritmoqda. Mazkur oromgohlarda bolalarning ta'limdan tashqari faoliyati, dam olishi va sog'lom turmush tarzida oid mashg'ulotlar yuqori tashkilotchilik darajasida olib borilmoqda. Umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan 2630 nafar o'qituvchilarning 2444 nafari oliy ma'lumotli, 190 nafari tugallanmagan oliy ma'lumotli pedagoglar hisoblanadi. Pedagoglarning 323 nafari, ya'ni 13,2% oliy malaka toifasiga, 519 nafar, ya'ni 21,2% birinchi malaka toifasiga, 717 nafar, ya'ni 29,3% ikkinchi malaka toifasiga ega. 971 nafar pedagoglar mutaxassis lavozimida faoliyat yuritadi. 2025-yil yanvar-iyun oylarida o'tkazilgan pedagog kadrlar attestatsiyasida 892 nafar o'qituvchilar ishtirok etgan bo'lsa, shundan malaka toifasi oshganlari 269 nafar, ya'ni 29% ni, malaka toifasi saqlaganlar soni 589 nafar, ya'ni 56% ni tashkil etadi. 34 nafar o'qituvchilar esa pedagog kadrlar attestatsiyasi natijalariga ko'ra lavozimiga nomuvofiq deb e'tirof etildi. Yanvar-iyun oylarida o'tkazilgan pedagog kadrlar attestatsiyasi yakuniga ko'ra o'qituvchilarimizning o'rtacha ball ko'rsatkichi 62,1 ballni tashkil etdi va bu natija Toshkent shahridagi 12 ta tuman orasida eng yuqori natija etib qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-avgustdagi Xalq ta'limi vaziri jamg'armasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 425-sonli qaroriga muvofiq 2025-yilda maktabgacha va maktab ta'limi vaziri jamg'armasi hisobidan oylik ustama olishga da'vogar 18 nafar pedagoglardan 8 nafari 80% dan yuqori natija ko'rsatib, har oyligiga qo'shimcha tarzda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 5,5 baravari miqdorida vazir jamg'armasi ustamasi belgilandi. 2023-2024 o'quv yilida 16 ta maktabda o'quvchilar bilimini baholashning yangi tizimi joriy qilingan bo'lsa, bu o'quv yilidan boshlab to'liq barcha umumta'lim maktablarimizda yangi baholash tizimi joriy qilindi. Mazkur yangicha yondashuv ta'lim sifatini oshirish, xolis va shaffof baholash mexanizmlarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Prezident sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining Toshkent shahar bosqichida tumanimizning 196 maktab jamoasi munosib ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi va ushbu yutuq uchun maktab jamoasi 250 million so'm pul mukofotiga ega bo'lishdi. Bu g'alaba maktablarda xorijiy tillarni o'qitishdagi samarali faoliyati, innovatsion yondashuvi va yuqori salohiyatining amaliy ifodasi hisoblanadi. 2024-2025 o'quv yilida umumta'lim fanlari bo'yicha asosiy olimpiada yakuni natijalariga ko'ra, o'quvchilar o'rtasida davlat va huquq asoslari fanidan 298-maktabning 11-sinf o'quvchisi Aktamxonova Navruza Abror qizi respublika bosqichida munosib ishtirok etib, faxrli o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan fan olimpiadasida fizika fanidan 249-maktab o'qituvchisi Fayzullayev Asliddin Faxriddin o'g'li yuksak bilimi va malakasi bilan ajralib turib, respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Bitiruvchi sinf o'quvchilari orasida xalqaro miqyosda yuqori nufuzga ega bo'lgan dunyoning top 300 talik reytingidagi oliy ta'lim muassasalariga 12 nafar iqtidorli bitiruvchilarimiz muddatidan oldin o'qishga qabul qilindi. Bu yutuq albatta bitiruvchilarimizga xos bilim, intilish, mehnat samarasi, balki maktablardagi ta'lim sifatini oshirish, xorijiy tillar, fanlar bo'yicha chuqur bilim berishga qaratilgan tizimli ishlarning amaliy natijasi hisoblanadi. Ta'lim sohasini rivojlantirish va mavjud tizimli muammolarni bartaraf etish bo'yicha hozirgi kunda qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar mamlakatimizning barqaror rivojlanishi, yangi avlod kadrlarini zamonaviy talablarga javob beradigan tarzda tayyorlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha maktab ta'limi vazirining 2024-yil 7-avgustdagi 246-sonli buyrug'iga asosan o'quvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlantirishini qo'llab-quvvatlash va kasbiy mahoratini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish orqali umumta'lim maktablarimizda ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida kasbiy rivojlantirish kuni va kasbiy rivojlantirish soati tadbirlari tashkil etildi. Ushbu tadbirlarda tumanimizdagi umumta'lim maktablaridan 4 nafar tajribali mentor o'qituvchilar, 124 nafar yetakchi faol o'qituvchilar va 4 ta asosiy fan yo'nalishi, tabiiy fanlar, aniq fanlar, xorijiy tillar va boshlang'ich ta'lim fanlari bo'yicha 1330 nafar fan o'qituvchilari ishtirok etdilar. Ta'lim rus tilida olib boriladigan 159, 191, 233, 242 va 298 sonli umumta'lim maktablarida aniq va tabiiy fanlar bo'yicha o'qituvchilar yetishmasligi, shuningdek asosiy fanlardan vakant dars soatlari mavjudligini inobatga olgan holda, yangi o'quv yili boshlanishidan oldin zo'r klass loyihasi doirasida Rossiya davlatidan 14 nafar malakali fan o'qituvchilari mazkur maktablarga jalb qilindi. Bu tashabbus ta'lim jarayonining uzluksizligi va sifatini ta'minlash, shu bilan birga rus tilida ta'lim olayotgan o'quvchilar bilan barobar imkoniyatlar yaratishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi.
shuningdek pedagogika yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilib, kelgusida ushbu maktablarda kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan barqaror tizim yaratish maqsad qilib belgilandi. Xulosa qilib aytganda, ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini yuksaltirish va yosh avlodni zamonaviy talablarga javob beradigan bilimlar bilan qurollantirish yo'lda amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samarasini berib kelmoqda. Amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar va kelgusidagi qo'shimcha rejalar yuzasidan sizlarga muntazam ravishda ma'lumot va hisobot berib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.